Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Bugun 30-mart. Barchaga hayit ayyom muborak bo'lsin. Ayyomlar bilan qutlab qolamiz jamoamiz nomidan, o'zim nomidan. Bugun xudo xolasa bir ijodimizda, bizning syomka jarayonimizda o'zgarish bor. Biz baliq ovdamiz. Mana shuni bir chiroyli syomka qilib ko'rsatib berishga keldik sizlarga. Inshaalloh yoqsa like bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarning fikrlaringizga qarab, sizlarning like bosishlaringizga qarab, albatta kommentariyadagi fikrlarni inobatga olgan holda mana shu yo'nalishda davom ettirmoqchimiz. Mana kim qanaqa reaksiya bildiradi. Agar barchaga ma'qul kelsa, xudo xolasa har hafta baliq ovini tashkillashtirib, syomkalarni ko'rsatib, baliq ushlash mutaxassislari bilan kelganmiz albatta. Baliq ushlash, ovqatini qanday tayyorlash, nima qilish, hammasini navbat ko'rsatib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi hozir ko'llardagi baliq ovlar avjiga chiqib boshlangani yo'q. Zabrlarga ushlanyapti, qanchaga kelganmiz zabrga. Mirobod tumanidamiz hozir. Siz aloqalarimiz boshlandi, qani ketdik. Parmaklarını şöyle aynı. Okey. Devam edelim. Bravo. Şunu lakka gelip geçer. Aşırı öylükte. Yani.
Shamol bo'lyapti burada. O'ynatyapti ko'rinadi. Ha? Yürüyor. Birinchisi nima? Matallaqqiga almashtirib endi kurchuklar. Qo'ygan chuvalchangni yeb ketibdi mana. Uchini. Qaytadan qo'yyapmiz. Kurchukdan almashtiramiz. Ko'raychi. Turibdi. Yo'q, buni ham tegibdi. Ha? Shuni chiqarib ketdi. Uchini chiqargandan keyin olmaydi-da. Sayizroq qilay. Sayizroq ketdi, oqar suvda. Qo'llab qo'yib yerga tegib tursin. Birinchi oltin balig'imiz tushdi. Ko'rsatdik. Buni o'zi ham anavi bo'libdi. Men kurchuk qaytib ketaverdi. Kurchakda O'tib ketgan. o'tib ketibdi mana. Ko'ryaptimi? Kurchak o'tib ketibdi. Sazan chiqdi. Buni qo'yaveramiz. Aga. Sazanda bu. Yashasın. Kerakcha. Ketdi. Ko'rdingizmi, mana yutaveryapti. Kurchuk bunday. Ana emas. Katta emas. Hoppa. Sal kattalashdi. Ozgina. Bu ham xuddi shunday ko'zini oldidan chiqib ketibdi. Ha, bitta ko'rsataylik. Bu ham sazanchik. Nimani yeyapti ular kitir. Qolmish yeydi. Qolmish, ha? Yaqin ko'rinyapti. Biz joyimizni ko'chiryapmiz. Sababi katta baliq tushmadi. Kichkina tushtamasini qo'yib yubordik. Xullas mana boshqa joyga ko'chiryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. iPhone 16 Pro Max kamerasi. Shu uzoqlikda.
Xudo xohlasa mana yangi joyga kelib, qarmoqlar tashlab oldik. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bittalar, yoqda yana bitta sherigimiz. Shamol ancha xalaqit beryapti. Poyezd o'tyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa agar. Ketdi. Do'stlar, mana ertalabdan beri birinchi balig'ni ushladim. Haydachiyda ko'p tutib qo'yib yubordik. Sazan. Olib qo'yamiz buni. Eslarlikka. Молодец. Bu bo'lyapti. Bu sotaymi? Ya cho'lchang yeb qo'yibdi. Cho'lchang yeb qo'yibdi. Tutalabdi. Xullas do'stlar, ovzo'r bo'lyapti. Kichkina baliqlar bo'lsa ham tushyapti, qo'yib yuboryapmiz. Sal kattalarni setkaga solib qo'yyapmiz. Sherigimizdan bir xabar olaylikchi. Hormang, Ruslan aka. Nechta tushdi? Kichkina. Yo'q. Tushyapti, bitta ikkita uryapti. Qani? Sazan. Karasmi? Karascha, shapaloqda. Karas boshqacha ekan, farqi borda uni. Karas usti balandroq, sazan uzuncha qo'llar. Xo'sh, mana ushlayotgan baliqlarimiz bu yoqqa yig'ilyapti. Bu yoq esa shoxli ekadigan maydon. Bo'ldi. Mana chegara. U yoqda kuniz bo'lgan yo'q. Bizda ovqatlanish vaqti soat 5 bo'ldi. 12:00. Nechigacha qolamiz? Soat 12gacha. 12gacha ekan kechasi. Balazlar kunduz kungi ovimizga deyarli katta baliq tushmadi. Hammasi kichkina baliq. Yana ikkita qarmoq tashladik. Yo'qda ikkita qarmoq tashlanyapti. Yana bittasi tayyor bo'lyapti. Obshi 6-7 ta qarmoq tashlanyapti. Xullas kechki ovga tayyorgarlik. Igolkalarni almashtiryapti. Hozir ikkita qarmoq tashladim. Endi baliq ov syomkasi birinchi marta bo'lyapti. Kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. İmkon qadar to'g'rilaymiz kamchiliklarni. Yana bitta qarmoq turibdi mana. Bu yoqda yana ikkita turibdi. Bu yoqda yana bitta so'z, ikkita so'z bo'lyapti. Bu yoqda ikkita. Ikkita. 7ta ekan shu. Mana anda tura. Mazax ketyapti. Bir soatdan beri endi videoga olishga ulgurdim. Chiqadi yo'q ketadi. Mana yuribdi. Hozir qo'rqitamiz. Ketib qoldi. Qaranglar. Neyim bulan? Dumidan tushgan. Hozir tutib
Siletka. Siletka. Qochayotgan payti tushibdi. Chiqaringchi. Qanday dumidan tushib qolmishini tushunmayapman. Kun botyapti. Yangi oy ham chiqibdi. Inshaalloh keyingi Ramazon oylarida mana shunday yaxshilik kunlarda, tinch zamonda sizlar bilan bundan-da ko'payishib, katta-katta yutuqlarga erishib yurishlik nasib qilsin. Ko'rishlaringiz mumkin. Qorong'i ham tushdi. Sekin-sekin kattaroqlari ilinib boshlayapti. Mana bizni qaymoq. Bu yoqda bittasi, bu yoqda bittasi. Sekin-sekin urib boshlayapti. Qani? Chekirib ketibdi. Chiqdimi? Tamam, to'g'ringiz. Tashladingizmi? Xullas, do'stlar, kun ancha sovib qoldi. Biz esa baliq ovimizni tugatdik. Endi qancha baliq tutganimizni ko'rsata olmayman, sababi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ertaga videodan keyin o'shaning uchun biz esa sekin Termiz shahriga qarab yo'l oldik. Barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ketdikmi?